Sahar epkini esdi-yu, Mirkomilboyning dimog'ini yangi qazilgan tuproqning yoqimli isi qitiqlab o'tdi. Boy yuzini xandaq tomon burdi. Askarcha hamon nimalardir deya bidirlayverdi. "Menga suv keltir, tahorat olay!" Cho'rt kesdi uning gapini boy. Askarcha bir zum vaysashdan to'xtadi-yu, ovozini baralla qo'yib xoxolab yubordi. Zum o'tmay ko'ksdan kulguni bas qildi. Birdan jiddiy tortdi. Turqi gezarib, jussasi inqilobiy tus oldi. "Nimalar deyapsiz, boy? Buyruq qiladigan davringiz o'tdi. Endi popsangiz ketmaydi." Mirkomil o'g'il og'ir burilib, askar va askarcha tomon o'girildi. Uning mosh guruch mo'ylabi asabiy titrar edi. Afsus nadomat o'rnina adoqsiz va og'ir o'ychanlik egallayotgan nigohini ko'tarib askarchani bosh oyoq kuzatdi. Mahbusdagi bunday o'zgarishni ko'rib hayratini yashirolmagan moviy ko'z soqchi nihoyat askarchaga qarab do'rilladi. "Nima deyapti? Suv keltir emish, tahorat qilarmishlar." "Tahorat o'sha yoqdaqilar endi." Moviy ko'z soqchi tutaqib ketdi. "Odamning bolasimisan mol, o'zingning sarting-ku. Musulmon bo'lsalaring, oxirgi iltimosini bajarsang o'lib qolasanmi?" Askarcha qo'rqqanidan yerga o'tirib qola yozdi. Tizzasi qaltirab enkayib soqchining yoniga miltig'ini qo'ydi-da, qoqilib-suqilib qamoqxona binosi tomon g'izilladi. Mirkomil moviy ko'z soqchidan andisha qilganidan unga ortiq qarab turolmadi. Shahar tomon o'girilib, olis-olislarga ko'z tashladi. "Nahotki!" deya beixtiyor pichirlab. Oradan ko'p o'tmay askarcha shoshilib qaytib keldi-da, Mirkomilning oyog'i ostiga obdasta qo'ydi. Bo'y 2-3 qadam chetlab o'tib, cho'nqaydi. Tahorat olishga kirishdi. Yuz-ko'zlarini yuvdi. Yaktagining etagiga, yengiga artindi. So'ng chakmonini xandaq yoqasiga o'girib to'shadi-da, ortiga o'girildi. "Menga qara bola", dedi juda mayin vazn ohangda. "2 rakat bomdodni o'qib olay, so'ng qad rostlab Allohu akbar deya qo'l ko'targanimda otsa otaversin, tushuntirib ayt, xo'pmi?" Mirkomilboy muqarrar moviy ko'z soqchi o'tadi degan fikrda edi. Askar bola jim bo'lib qoldi. Xiyol fursat o'tib, "Yaxshi", dedi bosh irg'ab. Mirkomil yalang oyog'i bilan kamzulining etagida qad rostlab, na qo'l, na ko'z yetmas Makka tillo yoqqa uzoq tikilib toshdek qotdi. Shu alfoz hiyla fursat hayalladi. 2 rakat bomdod namozini o'qimoqqa niyat qildi. Qo'llarini quloqlari maqomiga ko'tarib, "Allohu akbar", dedi baralla. Subhi sodiq sukunatida uning ovozi gurillab chiqdi. Ovozining favqulodda mahobatli eshitilganidan ich-ichidan g'ururlandi. Shu o'yda yana bir karra "Allohu akbar" degisi shu kalomining sehrli jarangiga uzoq tin olib quloq tutgisi keldi-yu, o'yi oxirida yetmay qattiq siltanib ketdi. Shoshilib "Allohu akbar" deb yubordi-yu, ushbu kalom sehrini yana bir bor vujudiga singdirish umidida irodasini jamladi. 2 kuragining qoq o'rtasidan yana bir qattiq zarb yedi. Qanday bo'lmasin muvozanatni saqlashga tutindi. Hayollari yana yam sokinlashdi. U namozning boshlash uchun niyat qilib ulgurdi. Xolos, Parvardigorning buyuklik sifatini zikr etdi. Ha, baralla yod etdi. Unda sunnatni, so'ng farzni ado etadi. Mirkomil yelkasi, beli aralash ustma-ust sanchilayotgan azoyi bandanini o'pirib qo'porib o'tayotgan qo'rg'oshin sochmasini go'yo o'ziga daxli yo'qdek bomdod namozini ado etishga niyatida tinimsiz "Allohu akbar" der bashardi. Bir songa ortiga o'girilsa, keyingi kunlarda tilidan tushmay qolgan "Nahotki" degan
tol savolga javob topar. Zero moviy ko'z soqchi boyagi chekkada turganicha tamaki tutayotgan, bosar tusarini yo'qotgan o'zbek askarcha esa tavvasasida ustma-ust tepki bosayotgan edi. Ammo lekin Mirkomil uchun o'zidan chiqqan va butun umr ta'qib etgan dushmanini o'z ko'zi bilan ko'rish orzusi ham nihoyatda arzimas narsaga aylangan. Uning uchun bu yorug' dunyoda xolis niyatla boshlagan so'nggi ibodatini ado etishdan muqaddasroq maqsad, muddao qolmagan edi. Biroq aqlsiz o'q uzilaverdi. Mirkomilning tilka pora bo'lgan jasadi o'zi qazigan handaqqa gursillab ag'darildi.